Assalomu alaykum. Bugun Stroy material magazinga konditsioner qo'yamiz, xudo xolasa. Qo'yiladigan joyni masjidga. Klient talab bo'yicha 24 avgust jarayonni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Teshigimizni teshib oldik. Xudo xolasa. Hozir trassani ulab olib chiqib vakuum qilib ishlatamiz, jarayonni ko'rsatamiz. Vakuum jarayoni tugab qoldi, xudo xolasa. Konditsionerimiz bu konditsioner edi. Shuni sinovga qo'yamiz. Chiqib oldik. Soat yoqib ishlatib beramiz. Bunlar olib chiqib keladi. Buni feni. Chang bo'lgan tozalarni to'ramiz. İşte çıkıp bitti. Xohlasa uстановка jarayoni tugadi. Konditsioner yoqda ishlayapti. Bu qo'shimcha tena yo'ligi uchun isitishi unaqa zo'r gradus chiqarib bermaydi havoni. Slabiyroq bo'ladi isitishi. Yaxshi yomon.